Bir paytlar bu yerda dengiz bor edi. Bugun esa cho'l qoldi. 1960-yillarda Orol dengizi eng yirik ko'llardan biri bo'lgan. Nega ko'l deyotganimning sababi esa unda geografik jihatdan okeanga chiqish yo'li bo'lmagan. Suvining sho'rligi va hajmining kattaligi sababli unga dengiz nomi berilgan. Oldinlari bu yerda kemalar qatnagan. Shaharning katta qismi dengiz hisobiga yashagan. Odamlar baliqchilik qilishgan. Sovet ittifoqi paxta dalalarini sug'orish maqsadida Orolni to'ldirib turgan Amudaryo va Sirdaryo suvini boshqa tomonga burib yubordi. Natijada dengizga keladigan suv keskin kamaydi. Orol vaqt o'tgan sayin quriy boshladi va uning o'rniga Orol qum cho'li vujudga keldi. Bugungi kunga kelib Orol dengizi o'zining asl hajmining 90% ni yo'qotgan. Lekin bu hali hammasi emas. Baliqchilik sanoati deyarli nihoyasiga yetdi. Minglab odamlar esa o'z ishidan ayrildi. Qurigan dengiz tubidan millionlab tonna tuz va chang havoga ko'tarilgan. Shamol esa bu changlarni yuzlab kilometr uzoqliklarga olib ketdi. Natijada yerlar sho'llanib, ekinlar hosildorligi kamaygan. Odamlar orasida esa nafas yo'li kasalliklari ko'paygan. Orol dengizining yo'qolishi mintaqaning iqlimiga ham ta'sir o'tkazdi. Yozlar yanada issiq, qishlar esa yanada sovuq bo'lib qoldi. Orol dengizi bugun ekologik fojia ramziga aylangan. Afsuski, bu dengizning yo'qolishi tabiiy ofat emasdi. Buni odamlarning o'zi yo'q qilgan.